Çalıvat'a geldim. Gelip sen tutayım. Bir taksi to'xtatdim ular. To'xtab qoldi. Qardoshim yerda ne olib turasың dedilar. Adashib qoldim. Jo'nib turam, taksi to'xtatayim deb turam desam, mashina chiqdi dedi. Chiqamisan. Jo'nalish bor dedi. Mashinasidan chiqdim, sizlar ish bor, borasizmi deb qanday ish desam, bunday ish deb aytdi. Sizlar ishdan tashlab qo'ydi. Biriga apardi. Yüzünü tanıştırayım, o'sha Zoyani tanıştırayım, tashlab qo'yib ketib qoldi o'zi. Zoyani silashib tanishdik. Deneni sotib, o'sha yerda ishlaysizmi, qiz o'sha yerda ishlaydi, denisini sotdi. O'sha yerda aytdi. Nasib bo'lib, chaqbat berishdi, olmayishdi, desam o'rtada qo'shdi. Men jinniga bilib qo'shdi, o'sha uchun olib qo'shdi. Shundan beri shu denimizda tunishdim, shuni Sırtlayım çıkarmayın. Uxlab qolsam uradi, boshqa bir uyni qamonida ishlatishadi. Shunga tilak, klientlarga tilak, boshqa aytmayman. Klientlarga aytsam, militsiyalarga aytib aytdim. Yo'q, to'g'ri. Klientlarga ne aytmasam, militsiyalarga aytma. Ko'zimdan ko'rib tansa, o'sha qanchamiz gözüme vurganda, sözüne gözüm böyle oldu. Betke çıkkanda gözge tiydi koy, şu böyle oldu. Bıçak sayılandan köpük kaldı. Bir tırı sayılan, cazında köpük kaldı. Şu tutmaya mayıp kılpaydı. Nege bıçak sayılan sağa? Bizi zamanda sana deginde, klientke girem o ben. Aslında biz de klientleri zamanında onu aysam ötürüp degende. Da tutulamız başka cevabı sayı ötürüp degende. Bu öptür zamanında ay bu öptür de. Şimdi tutmayıp oldu.